Bugün muş Turpan xalqimizniki an'anaviy tamuqi bo'lgan chayiz jangdo mantısı etish usulini olib keldim. Men etish usulim intayin oddiy bir qatim ko'rsanglar o'rganalaysizlar. Men burun etib baxmabdi ekanman. Ajoyib o'xshaydi do'stlar. Chuqur uyinglarda bir qatim etib bir baqinglar yo chayiz etib qolmaydi ekan, ajoyib payz bo'lgan. Unda bo'lsa qanday qattiqki boshlab ketaylik, ha? Endi jonsanimiz qarab, uni elib bir qo'shiq tuz, bir qo'shiq shakar, bir qo'shiq echitqi selib olamiz. Bir chimdiq soda seplam, sig'ariq suvda xamir jug'urib olsak bo'ldi do'stlar. Xamirni jug'urib tayyor qilib besib qo'ygandan keyin ham qiyma qilishni boshlab ketamiz, ha. Yetarlik materiallarni ekranga chiqarib qo'ydim. Eng avval chayizimizni ushshaq shaklda to'g'rib olamiz. Jangdoni mashina ushshaq to'g'rib olamiz. Piyozlarimizni ushshaq chanib olamiz. Ko'k qizil laza, pomidor degandeklarni ushshaq holatda to'g'rib olamiz, ha. Men uyimda maysizroq go'sht qatgan, maysizroq go'shtni azroq to'g'rib oldim. Mayliroq go'sht olsun, sho'rpiliq bilan bo'ldi deb o'ylayman. Keyingilam azroq sumay qo'yib oldim. Bir qo'shiq tuz, bir qo'shiq zira, bir qo'shiq qarmish siliblam. Buni aralashtirib, mushuna o'xshagan holatda bir qiymatga yaqib oldim, ha do'stlar. Men nurg'un tamoqlarni qiyma qilib baqqan, lekin ma jangdo chayizda ajoyib chiroyli qiyma bo'lgan do'stlar. Uninggacha xamirlarimizni o'lab tayyor bo'libdi. Xamirlarimizni supurlarimizga to'kiblam shunday parchalab, o'zimizniki mantini cho'ng kichik tugishimizga asosan uzib olsak bo'ldi. Men asli quloqda kichik manti tugmoqchi edim aslida. Misal herib qoldimmi qiyma qilib bo'g'icha, shu tumoqdek yo'g'on tugib qo'ydim bu mantini. Lekin ajoyib o'xshabdi do'stlar, jumi. Mantini manti shakliga kirgizib tugib qilib bo'lgandan keyin mayonga o'riblam shunday laplim chiqarib bir shakl chiqarib qo'ydim, ha do'stlar. Mantini bir tal yeydigan yoki ikkini yeb yetamomish bolalarim, qanday qilsam jaqaraq ye debchi. Men chayiz bilan jangdodi qilgan bo'lgandan keyin mening bolalarim tunji qatim yeb beqishi, mushkul holat qilib basam jaqaraq yemdiki deb ma'qul holatda shakl chiqarib qo'ydim. Lekin bu o'zgacha bir shakl bo'lib, intayin chiroyli bo'ldi do'stlar, jumi. Ko'rdinglarmi mantilarni tugib tayyor qilib, buni jimbillarga selishga tayyor qilib ketdim, ha do'stlar. Ko'rganinglardek jimbillarimizga sep tizib qilib bo'lgandan keyin taxminan buni 20 minut atrofida dumlab pishirib oldim, ha do'stlar. Ko'rdinglarmi, ajoyib payzi ko'pabdi, ham bek o'xshabdi bu manta. Chayiz mantisini raslan men yeb baxmabdi ekan, lekin rasla o'xshaydi do'stlar, jumi. Unda bo'lsa suyimli tuqqanlar ko'rib mishayib kelgan bo'lsanglar, ajrim uchun bo'lsin, mehrlik yurqinglardan bir dona berib qo'yib, yultiz belgisini bosib saqlayinglar. Xayr xo'sh.